Shu bilan bahonaxon kamayib qolmaydi teringiz. Judayam energiyaga boysiz. Buni siri nimada shu kunlarda? Hech ham to'xtamayapsiz, ish bilan, ijodlar bilan. Nimadan kuch olyapsiz? Xalqdan, oddiy insonlardan, ya'ni shu bir inson sizga tabassum bilan boqsa ham, o'sha ham sizga kuch hisoblanadi. Bilmasam, toza havo dardga davo deganlaridek, toza havoda har kuni bahra olib yuribmiz. Xalqimizni xizmatidamiz. Allohga shukr. Uyim tinch, yurtim tinch, asosiysi baxtliman. Ko'nglim tinch, faqat shu kreditlarimni o'ylamasam, qolgan hammasi tinch. Shu yaxshi, shu peshonamga kredit yozilgan ekan, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan yoqqa ishlab yuribmiz. Menga kuch berayotgan bu kreditlarim. Ana sababini topdim. Ishlashga majburlayapti. Ishlashga majburlayotgan ham bu kreditlarim. Kreditga nimalar olgan? Kreditga endi o'zimizga shu ro'zg'orimizga kerakli bo'lgan uy olganmiz. O'zimiz uchun. Qolaversa yana bitta uy olganmiz. Farzandlarimiz uchun. Hali farzandlarimiz kichkina-yu, lekin farzandlarimiz uchun uy olganmiz. Mana shu